Mavzuyimiz funksiyaning botiq va qavariqlik intervallari. Birinchi, demak, botiq qavariqlik intervallarini asosiy ta'riflarini beraman. Undan keyin chizmada tushuntirib beraman. Undan keyin, demak, formulalarini, qachon unga doir teorema va shunga doir misollar tushuntirib beraman. Xo'p, demak, funksiyani botiq va qavariqligini e, eng oddiy tarifi shunaqa ekanki, mana agar demak birorta AB intervalni istalgan nuqtasida fx funksiyaning grafikiga urinma o'tkazsak, funksiyani grafiki bor. AB intervalni e, orasidan ixtiyoriy nuqta olib, shu nuqtada urinma o'tkazsak, grafik urinmaga nisbatan demak yuqorida yotsa, grafik yuqorida yotsa, ho'p, bu funksiyamiz botiq. Agar grafik urinmaga nisbatan quyida yotsa, past tomonda yotsa, bu funksiyamiz qavariq deb atalar ekan. Shu AB intervalda botiq va AB intervalda qavariqligi shu. Buni hozir chizmada ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana quyidagi chizmalarga e'tibor qaratamiz. Mana birinchi chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak, agar hop, birinchi chizmada funksiya AB intervalda qavariq. Nega? Chunki bu intervalda mana ixtiyoriy urinma o'tkazsak, bittadan urinma o'tkazib qo'ydim. Bunga o'xshash boshqa nuqtada o'tkazsak ham bo'ladi. AB intervalni ixtiyoriy nuqtasida urinma, o'tkazilgan urinma grafikka nisbatan yuqorida. Ya'ni grafik urinmaga nisbatan quyida joylashgan. Demak, bu holatda funksiyamiz demak qavariq. Ikkinchi holat mana AB intervalda ixtiyoriy nuqtasida urinma o'tkazsam, urinmaga nisbatan grafik yuqorida joylashyapti. Ya'ni grafikga nisbatan urinma quyida joylashyapti. Shuning uchun bu funksiyamiz AB intervalda botiq ekan. Va buni biz yozib ham qo'yishimiz mumkin. Mana bu birinchi holatda funksiyamiz qavariq, va ikkinchi holatda esa funksiyamiz botiq. Mana ikkita botiq va qavariqqa misol. Mana bu demak ikkinchi chizma edi. Endi bu umuman olganda chizmada tasvirlanishi. Xo'p, endi yana anaqaga qaytamiz. Xo'p, endi bu funksiyani botiq qavariqligini aniqlashni chizmasdan turib ham yo'li bor. Qanaqa aniqlanadi? Demak, birinchidan fx funksiya AB intervalda ikkinchi tartibli hosilalargacha ega bo'lishi kerak. Endi albatta o'z-o'zidan ikkinchi tartibli hosila bo'lish uchun birinchi tartibli ham bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi tartibli hosilalar bo'lishi kerak. Endi ixtiyoriy nuqta olsak AB intervaldan. Agar shu intervaldagi ixtiyoriy nuqta uchun ikkinchi tartibli hosilasi 0 dan kichik bo'lsa, bu funksiya AB intervalda qavariq. Ikkinchi holat, agar ikkinchi tartibli hosila 0 dan katta bo'lsa, shu intervaldagi ixtiyoriy nuqta uchun, bu holatda demak funksiyamiz AB intervalda botiq bo'lar ekan. Ya'ni biz boyagi chizmada yana o'tkazishim mumkin shu chizmaga. Mana birinchi holatda qavariq deganimizda biz quyida pastda o'shani yozib qo'yaman. Demak, funksiyadan 2 marta hosil olganimizda ixtiyoriy AB intervaldan ixtiyoriy nuqtani qo'yganimizda bu 0 dan kichik chiqar ekan qavariq uchun. Va bu botiq funksiya uchun esa bundan mana 2 marta hosilasi demak 0 dan katta ekan. Demak, bizda qavariq bo'lsa 2 marta hosilasi 0 dan kichik chiqar ekan shu intervaldagi ixtiyoriy nuqta uchun. Botiq bo'lsa 2 marta hosilasi 0 dan katta chiqar ekan. Xo'p, endi shu funksiyani burilish nuqtasi ham deyiladi yoki egilish nuqtasi ham deyiladi. Bu qanaqa nuqta desa, o'sha shunaqangi bitta x0 nuqta topilsaki, x0 nuqtadan chapdan o'ngga qarab o'tganimizda grafik bo'ylab botiqdan qavariqqa o'tsak yoki qavariqdan botiqqa o'tsak,
ya'ni botiqlikdan qavariqqa yoki qavariqlikdan botiqlikka o'tadigan nuqta x0 bo'lsa, o'sha nuqtani fx0 koordinatasini qo'shsak, bu tekislikdagi nuqtani beradi. Mana shu nuqta funksiyaning burilish nuqtasi yoki egilish nuqtasi deb ataladi. Bunga ham hozir mana chizma yordamida tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu chizmaga e'tibor beramiz. Mana qanaqadir bizda y barobar fx funksiya berilgan bo'lsa, y barobar fx funksiya grafigi berilgan. Xo'p, e'tibor bersak, grafik mana x0 nuqtani belgilab qo'ydim pastda. x0 nuqtaning chap tomonida grafik qavariq. Chunki urinmaga nisbatan pastda yotibdi. O'ng tomonda esa funksiya botiq, grafik botiq. Shuning uchun, demak mana botiqdan qavariqlikka o'tayotgani uchun mana bu x0 nuqta va endi biz tekislikda olishimizga to'g'ri keladi. x0 va fx0 degan nuqta bo'ladi. Mana buning koordinatalari. Mana shu nuqta bu funksiyaning egilish nuqtasi yoki burilish nuqtasi bo'lar ekan. Va xuddi shunaqa chapdan o'ngga qarab o'tganda botiqdan qavariqqa o'tsa ham xuddi shu tartibda o'sha nuqta funksiyaning egilish nuqtasi yoki burilish nuqtasi deyilaveradi. Xo'p, endi funksiyani demak burilish nuqtasi mavjud bo'lishining zarurlik sharti bor. Demak funksiyada fx funksiyani x0 nuqta burilish nuqta bo'lishi uchun burilish nuqta bo'lsa, to'g'rirog'i burilish nuqta bo'lsa, u holda o'sha nuqtada funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi yoki 0 ga teng bo'ladi yoki mavjud bo'lmaydi. Demak, burilish nuqta bo'lsa, funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi yoki 0 yoki mavjud emas. Xo'p, demak bu umumiy anaqalar, buni talabalar o'zlari mustaqil o'rganib olsa bo'ladi. Faqat men bu yerda misol tushuntirib bermoqchi edim. Botiq qavariqlikka tekshirish shart. Xo'p, mana bu funksiyani botiq qavariqlikka tekshirishimiz kerak. Funksiya berilgan y barobar x taqsim 1 minus x kvadrat. Funksiya aniqlanish sohasiga birinchi e'tibor berib olamiz. Funksiya -1 va 1 nuqtalarini o'z ichiga olmaydi. Qabul qila olmaydi. Shuning uchun -1 va 1 nuqtalar chiqazib yuborilgan mana bu yerda aniqlanish sohasidan. Mana aniqlanish sohasi bu yerda. Endi keyingi qadamda funksiyadan hosila olingan. Funksiyadan hosila olsak, bilamiz, funksiyadan u taqsim v ko'rinishda, ya'ni kasr funksiyadan hosila olinadi. Mana bu holatda keldi. Va undan yana bir marta hosila olamiz. Chunki ikkinchi tartibli hosilalar haqida gap ketyapti. Ikkinchi tartibli hosilasi mana bu ifodaga teng bo'lib qoldi. Endi ikkinchi tartibli hosilasini 0 ga aylantiradigan nuqtalarni qarab chiqamiz. Xo'p, birinchidan x ning -1 va 1 nuqtalarida hosilasi mavjud emas. Ikkinchi tartibli hosilasi. Chunki mahrajda turibdi. Demak, shu ikkita nuqta bizda egilish nuqta bo'lish ehtimoli bor. Keyingisi suratiga e'tibor beradigan bo'lsak, suratda mana bu qavs ichidagi ifoda har doim musbat. 0 ga teng emas. Chunki 3 ta har doim katta yoki teng. Faqatgina 2x bor. 2x 0 ga teng bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa faqatgina x barobar 0 holatda. Demak, x barobar 0 nuqta bo'lishi mumkin. Burilish nuqta yoki -1 yoki +1 bo'lishi mumkin. Shu funksiyani, shu sonlar o'qida joylashtiramiz. Mana -1, 0, 1 ni. Va shu yerda funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini ishoralarini tekshirib chiqamiz. Ikkinchi tartibli hosila mana bu yerda edi. Shu ikkinchi tartibli hosilaning ishoralarini tekshiramiz shu oraliqlarda. Masalan, birdan kattaroq son berib ko'ramiz. Birdan kattaroq sonni mahraj o'zi umuman son jihatdan nechi chiqishi bizga muhim emas. Ishoralarni aniqlasak bo'ldi. Masalan, birdan kattaroq son 2 ni qo'ysak, mana bu mahrajdagi ifoda manfiy. Lekin suratdagisi musbat. Musbatni manfiyga bo'lsak, manfiy chiqadi. Shuning uchun 0 dan kichik. Mana bu yerda ishora manfiy.
Ikkinchidan, 0 va 1 orasida, masalan, 0,5. 0,5 ni mahrajiga qo'ysak musbat. Sur'ati ham o'z-o'zidan musbat. Demak, bu yerda musbat. Faqat ikkinchi tartibli ishoralar haqida gap ketyapti. Endi -0,5 qo'ysak, mahraji musbat, lekin sur'ati manfiy. Mana bu 2x ni hisobidan. Shuning uchun bu yoqda manfiy va xuddi shunaqa bu yoqda ham son qo'yib ko'rishimiz mumkin, musbat ekan. Va endi biz aytishimiz mumkin, mana bu plyusligi qavariq, botiq, minusligi qavariq anaqalar edi, intervallar. Demak, qavariqdan botiqlikka o'tadigan anaqalarimiz bor. Bu yerdagi hamma nuqtalarimizni atroflarida ishora o'zgargan. Shuning uchun, demak, funksiyamiz mana qavariqlik intervallarini yozilgan bu yerda. Qavariqlik intervali qaysi? Manfiy oraliqlar -1 dan 0 gacha va 1 dan + cheksizlikgacha funksiya qavariq. Keyingisi plyusliklari esa bizda minus cheksizlikdan -1 gacha va 0 dan 1 gacha bo'lgan intervalda funksiya botiq. Plyus ishorasi bo'lgani uchun. Va xo'p, bu yerda demak funksiyaning egilish nuqtasi sifatida 0 va 0 ni olingan. Bu yerda ishora musbatdan manfiyga o'tgani uchun. Nega mana bu -1 bilan 1 olinmagan degan savol tug'iladi. Sababi -1 bilan 1 o'zi funksiyani aniqlanish sohasida ham yo'q edi. Shuning uchun -1 bilan 1 ni qo'yib ko'ra olmaymiz funksiyaga, to'g'rirog'i o'sha nuqtalarda funksiya aniqlanmagan. Shuning uchun burilish nuqta sifatida faqat 0 nuqtani o'zini olishga majburmiz. Agar mana bu aslida mana bu ikkinchi tartibli hosilaga qarasak, ishora almashyapti. Burilish nuqtaga o'xshaydi, lekin funksiya bu yerda aniqlanmagan. Mana bu yerda funksiyani aniqlanish sohasi bor edi. Shuni hisobga olib, demak biz funksiyani burilish nuqtasi sifatida 0 va 0, ya'ni koordinata boshini olishimiz mumkin. Olishga majburmiz, to'g'rirog'i. Xo'p, endi mana bu yerda botiq qavariqlik intervali va egilish nuqtalarini topishga doir misollar bor. Bu talabalar uchun mustaqil o'zlari bajarib ko'rish uchun mustaqil ish bo'ladi. Shu bilan demak darsimiz tugaydi.